Yaqinqi mezgillarda Xitoy hukumatining Xinjiang haqidagi hikoyalarni yaxshi so'zlash tashviqotining muhim bir mazmuni chet eldagi Uyg'urlarning vatandagi urug' tuqqanlarini yo'qlashiga ruxsat qilish yoki bir qism qulug'i yumshoq Uyg'urlarning chet el safariga qulaylik yaratib berishda aks etayotganligi ma'lum. Albuki Uyg'ur diyorining Ulja, Qashqar qatorliq joylardagi chegara soqchilari va soqchixonlardan egallagan ahvollardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumatining chet eldagi elchixona yoki konsulxonalarning qattiq tekshirishi va tasdiqidan o'tib chet el pasporti bilan ota-ona urug' tuqqanlarini yo'qlash uchun yurt sayohatiga borgan Uyg'urlar urug' tuqqanlari bilan birlikda shu joylardagi soqchixonalarga berib pasportini tizimtirgan. Ular yana o'zi turishliq adresini ma'lum qilishi va shu joydagi sayohat ziyorati uchun chegaradan o'tish kiniskasini bejarish kerak ekan. Ili oblasti Chapchal noyilik soqchixonada ishlayotgan Xitoy ayol soqchi chet el pasporti bilan chegaradan kirganlar qiladigan ishlar to'g'risidagi savolimizga javob berib mundaq dedi. 你要住宿登记，你要登记呢。现在人到了以后，你到哪儿去？然后你到那个当地派出所去。你说你是外国人，你把东西提供给他们，他们要给你办那个。Avval o'zingizni tizimga oldirishingiz kerak. Soqchixonalarning nopus bo'limiga berib, tizimlatish rasmiyatini bejirsangiz bo'ladi. Kelgandan keyin qaysi joylarga borganligingizni o'zingiz turishlik joydagi soqchixonaga tafsiliy bildirishingiz kerak. Chet el fuqaroligidagi kishilar pasportini olib soqchixonalarga borsa, ularga vaqtli turish ijozatnomasi bejirib beriladi. Agar siz Chopchalda turmoqchi bo'lsangiz, u joydagi soqchixonaga berishingiz shart. Chunki chet el fuqaroligidagi kishilar nega bormasin, cho'qim o'zini ma'lum qilish kerak. Siz sayohat qilsangiz bo'ladi, ammo pasport nomeringizni cho'qim tizimlatishingiz kerak. Bu belgilama. Chapchal noyasidagi Bayxoyon mehmonxonasining ayol xodimi chet el pasportlilarning mehmonxonaga qabul qilinmaydiganligini, chet elliklarning belgilangan mehmonxonalarda yotoq ola olmaydiganligini bildirdi. Chet eldan kelganlarni bizning joyga qabul qilinmaydi. Bizning joyga unda huquqi yo'q, ularni biz ziyorat qilmaymiz. Undaqlar qanday mehmonxonalarda yetish kerak? Mahsuslarniki kenchensizlashi hududiyani yengdin jo'diyan aqatlarlarda yetarlaydi. Bizning joyga qabul qilinmaymiz. Nilqinoyilik soqchixonaning qaza xodimi chet el pasporti bilan tuqqan yo'qlash uchun kelganlarning o'zining aniq adresini va mehmon bo'lib kelgan uydagilar haqida ma'lumot berish kerakligini bildirib, boshqa tafsilotlarni surishti qilmaslikni ta'kidladi. Chet eldan borganlarga qanday muomala qilindi, qanday rasmiyatlarni o'taydi? Sizlardan bir so'rab boqay dedim-chi. Tuqquningizning o'rniga kelsiniz, tuqquningizning o'rniga kelgan turishlik o'rniga tizimlisiz. Qolganimda u davlat bilan bu davlatning siyosati o'xshamaydi. Jiq narsalarni siz so'rab ketmang bulamda, chunki bu yerning siyosatini siz turganligingizni siz bilmaysiz. Yani hech qanday nemisini bilmay turib qalayimqan so'zlab qolsangiz, vaqt siz ta'sir bo'ldi. Bunda vaqtqonlaringizga Xitoyning ijtimoiy aloqa munbarlaridan Mafung to'rida Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatning 2021-yildan boshlab Uyg'ur diyorida birdek chegaradan o'tish kiniskasi bejirish rasmiyatini yo'lga qo'yganligi haqidagi belgilamaning to'liq tafsiloti oshkorlangan. Uningda deyilishicha 2021-yildan boshlab Uyg'ur rayoniga borganlardan chegara o'tish kiniskasi bejirish talab qilindi ekan. Bu belgilama Xitoy o'lkalaridan boradigan sayohatchilar chet ellik sayohatchilardan boshqa yana Uyg'ur rayonida yashayotgan kishilar uchunmi yo'lga qo'yilgan bo'lib, Uyg'ur rayonida hukumat chegara rayonida belgilagan nahiyalarga berish uchun bu xil kiniskani bejirish shart ekan. Xabarda yana 16 yoshdan yuqori bo'lganlarning kimligi yoki pasporti orqali chegaradan o'tish kiniskasini bejirishga iltimos qilsa bo'lganligi, ammo iltimos qiluvchilarning avval shu joylardagi soqchixonalarning nupus bo'limiga berib, ularning isbotini olish kerakligi bildirilgan. Uyg'ur rayonida chegaradan o'tish kiniskasi bejirish rasmiyati o'taydigan soqchi organlarga telefon qilish orqali chet el pasporti bilan sayohatga kelganlar va Uyg'ur rayonidagi fuqarolarning chegaradan o'tish kiniskasi bejirish rasmiyati haqida ilgirlab uchur ilishga tirishdik. Qashqar shaharlik soqchi idorasidan bir Xitoy xodim telefonimizni ilib, chegaradan o'tish kiniskasi bejirish uchun avval o'zi turishlik joydagi soqchixonaning nopus bo'limiga berib, kimlik yoki pasport orqali rasmiyat bejirsa bo'lganligini bildirdi. 那你直接到那个派出所，市区的派出所的户籍室拿上身份证去办就行了。 U so'zida chegaradan o'tish kiniskasini bejirishda cho'qim shu joydagi soqchixonaning tekshirishidan o'tish kerakligini ta'kidlab, yana mundaq dedi. 如果说那边你户籍民警那边如果不同意的话，你估计他们不会让你办，就给你当地的警务室的人、警务室民警，你得给他说一声，
要上去，你们外出的话是必须给他们报备的，户籍地民警那边。 Agar saqchixondagilar sizning chegara rayonga berishingizni muvofiq emas deb qarasa, ular sizning bu kelishkini bejarishingizga yo'l qo'ymaydi. Siz cho'qim o'zingiz turishliq joydagi saqchixona xodimiga chegara rayonga bordiganligingizni bildirishingiz kerak. Sizlarga o'xshash chet eldan kelganlar cho'qim ularga boradigan joylaringlarni to'liq aytishinglar kerak. Ular ruxsat qilsa, ondan chegaradan o'tish kelishkisi bajara olasiz va chegara rayonlariga bora olasiz. 可以保证你能上去，就这么简单。就可以出国旅游吗？用这个通行证？不行，出不了国，出国必须得护照签证，只能去边境管理区。那中亚国家bu yana chegaradan o'tish kinishkisi bilan chegara eg'izidagi savdo bozorlarga berishga bo'lganligini, ammo yerlik kishilarning bu kinishka orqali chegaradan chiqishiga yoki O'rta Osiyo davlatlariga sayohatga berishiga bo'lmaydiganligini, buning uchun yanala pasport bejirish lozimligini eskartib o'tdi. Bu saqchi xodimidan pasport bejirish uchun qanday rasmiyatlarni o'tash kerakligini so'rdik. 要是办理护照有什么条件？ 办理护照的话，那你得去。 Ammo u pasport bejirish rasmiyatlari uchun munosabatlik isbot xati va hujjatlarni tayyorlab, shu shaxsning o'zi Qashqar shaharlik saqchi idorasining pasport bejiradigan ko'znikiga berib, bevosita bejirish kerakligini bildirib, bu haqdagi savollarga buningdan ortiq javob bera olmaydiganligini bildirdi. Xitoy davlatlik ko'chmanlar idorasi tor bekitida chegaradan o'tish kinishkisi bejirish haqida 6 bob 30 moddalik belgilama e'lon qilingan. Belgilamaning 14-moddasida chegaradan o'tish kinishkisi bejerib berilmaydigan kishilar haqida aniq qilib, saqchi yoki sud organlari tomonidan jinoiy javobgarlik bor deb bekitilgan kishilar, jazo muddatini o'tayotganlar, emgak bilan tarbiyalanayotganlar, joylardagi saqchi organlari tomonidan chegara rayonga borsa bo'lmaydi deb belgilangan kishilarga chegaradan o'tish kinishkisi bejirilmaydi deyilgan. Yaqinda chet elga chiqqan, ammo hozircha o'z kimligini oshkorlashni xohlamagan bir Uyg'urning bildirishicha, chet el pasporti bilan borgan Uyg'urlar navbatda avval o'zini shu joydagi saqchixonaga ma'lum qilgandan keyin chegara rayonida belgilangan nahiya yoki yezilarga tuqqay yo'qlashga berish uchun chegaradan o'tish kinishkisini bejirishi shart ekan. Uning bildirishicha, Urumchiga chet el pasporti bilan kelgan Uyg'urlar chegaradan o'tish kinishkisini bejirish jarayonida saqchixonalardagi turli savollarga jazman to'liq bilan javob berishi kerak ekan. U yana 2020-yildan boshlab chet el pasporti bilan yurtlaridagi urug' tuqqanlarini yo'qlab, yurtlariga borgan Uyg'urlarning bevosita urug' tuqqanlaridan boshqa ularning ilgirki do'stlari va tonish bilishlarining ular bilan ko'rishishdan o'zini qochiradigan vaziyat shakllanganligini bildirib, Uyg'urlar orasida bir-biriga ishonmaydigan, bir-biridan hurkiydigan vaziyatning og'ir ekanligini bildirdi. Navbatda oshkora yoki yo'shirin shakllarda vatan ziyoratiga yo'l olgan Uyg'urlarning ko'payayotganligi haqida turli uchurlar ma'lum bo'layotgan bo'lib, radiomizning ziyoratini qabul qilgan bir qism faoliyatchilar bu holni Xitoyning o'z obrazini pardozlashdek nayrangvozlik depiga usul o'ynaganlikdan boshqa narsa emas deb ko'rsatgan edi. Programmani Mehribon tayyorladi.